Salomon hammaga bugun jamoa a'zolari bilan yana bir bor Chavshan mol go'shtidan tayyorlanadigan issiq qozonda to'g'ridan-to'g'ri o'zingiz pishirib yeydigan restoranga tashrif buyurdik. Akalar bizni yana bir bor taklif qilishdi, mehmon qilamiz deb. Shaxsan o'zlaridan ajoyib ikkinchi marta yeyishimiz qisqasi. Tavsiya qilamiz, kimdir yangi ta'mni kashf qilaman, bir o'zimcha bir test qilib ko'raman deganlarga kelib biz ko'rishni tavsiya qilamiz. Xudo xolasa endi savol tug'ilishi mumkin, go'shtlari ish qilib rostdan mol go'shtimi, go'sht emasmi, halolmi ish qilib sinovlarda so'yganmi desangiz, bitta qassobxona yo'q, faqat restoran. Go'shtni ham o'zlari olib kelib so'yalmaydi ham, molni ham. Go'shtlarimizni o'sha o'zimiz akamiz bor-ku, qassob akamiz ismi nima edi? Dilshod aka. Yormazor go'sht markazi bilan hamkorlikda, kollaboratsiyada go'shtlarni olib kelib pishirishyapti. Shuning uchun mana ko'rishingiz mumkin. Yaxshi. Omaddan bersin, xudo xolasa taklif qilaman, kelib yeb ko'ringlar, xudo xolasa.